Assalomu alaykum hammaga. Sizlar uchun zo'r xonadonimizni bugun chiroyli narxlarda ko'rsatamiz. Uchtepa tumanidan bo'yotda orientir keladigan bo'lsak, ona bola bannisasidan sizlar uchun 5 sotuli xonadonimizni bugun taqdim qilamiz. Fasad qismiga keladigan bo'lsak, 16,5 metrga, uzunasiga 30 metr bo'yotda juda ham yaxshi, shikarli xonadonimiz. Ko'chalarimizni ko'ryapsizlar. Ko'chalarimiz asfaltli qilingan. Barcha sharoitlari, hamma narsasi bor. Yo'l yuzigacha taxminan 300 metr atrofida bo'yotda. Hozir xonadonimizni sizlar ko'rsangiz, o'pshi hisobda 12 ta xona ekan. Kirib yashab tursiz ham bo'ladi. Kelajakda buni biz tashab, polnisi o'z uchun bitta zo'r sharoit qilsangiz bo'ladi. Narxiga juda ham yaxshi deb o'ylayman. $47,000 so'ralyapti sotiga. Ya'ni kelishiladigan joylari bor. Marhamat, darvozaxonadan kirganimizda ko'rishlar mumkin. Bu yoq tarafimizda bitta joyimiz bor. Taxminan 2006-yillari remont qilingan ekan oxirgi marta. Kanalizatsiya, suv, gaz, svet barchasi bor. Qo'limizning kattaligini ham ko'ryapsizlar. Kattagina, kengina qilib qo'yilgan. Bu yoqda yashil hududga ham juda ham katta joy tashab ketilgan. Bu yoqga o'zi planinglar bo'yicha gabraznik qilib qursanglar, menimcha zo'r variant deb o'ylayman. Egalari nomerini pastda qoldiramiz. Bemalol kelib, savdolashib, shu xonadonni xarid qilsanglar bo'ladi. Savdolash kerak lekin xonadonimiz yaxshi narx. Bu mahallada o'z sotiga eng kamida o'tgan yili $50,000 atrofida sotilgan ekan. Biza $47,000 dan sotigini qo'yamiz. Bemalol kelib shu xonadonni ko'rsanglar bo'ladi. Telegram kanali lokatsiyasini qoldiramiz. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Bizdan kuzatishda davom etinglar.